Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli Facebook va YouTube kanalına barliq ijtimoiy tor aloqa vositalarida piloyda ekranni ko'rayotgan qarindoshlar. Biz Qur'on nazari programmamizniki 72. soniga keldik. Ustoz Kerim Zoir efendim Angliyadan, Londondan, ben İstanbul'dan bu programı katılışıyordumuz. Hidayet kardeşimiz Gollandiya'dan sahne hazırladılar, arka sokuna. Şurada kalıp 72. sene geldik elhamdülillah. Selamun aleyküm ustazlar, hemen yaşlandığıma. Şimdi bugünkü temimiz iman, itikat ve müstakillik. Bunun da kısaca bir düşündürüşle de bütünüyle. İman, itikat ve müstakillik. Müstakillik her bir Şarkı Türkistanlıkның nazarida hammadan unumli zurriyatdir. Shundaqla iman ve itiqad mo her narsadan a'lo va muhimdir. Reallik bizga shundoq deydiki, vatanni tajovuzchilarning mustamlikasidan qutuldirish, millatni ummat haqiqining qo'lliqidan qutuldirish va bir-biridan muhim va jiddiydir. Biz üçün vatanni mustaqil qilish bilan millatni hur qilishning har ikkilisi ulug' vazifalardir. Bundaqda iymon e'tiqodning mustaqillik ko'rish bilan bo'lgan munosabati qanday? Iymon va e'tiqod zodi qanday bir uqum? Ummat degancha nima uchun bizdek bir qavm iymon e'tiqod nomidan ummat tuzuqining qurboniga aylanib ketdi? Bu ummat markasi zodi kimning foydasiga yaradi, yaratadi? Mustamlikadan qutulish va mustaqillik yo'lida izlanish qilayotgan bizlarga iymon e'tiqod asqatqandir. Qanday qilganda iymon e'tiqoddan unumlik manfaatlanamiz? Qatorliq savollar mana bizning bu 72. Qur'on nazar programmamizdagi savollar qatorliqlar mushu temada ustoz Kerim Zoir efendi bilan Qur'ondan nazar tashlaymiz. Rahmat ustoz. Assalamu alaikum. Sizlarni qaçaylar hörmətli qarindaşlar. Hammalarning shu vaqt xeyirli bo'lsin. Qarindoshimiz Abdulaziz degandek, hozir bu Qur'on nazar programmamizki 72-soni iymon, e'tiqod va mustaqillik mavzusida qarindoshimiz bir savol va tushuncha nima o'tirib qo'ygan bo'ldi. Hem iman, e'tiqod sohasida biz o'tgan sonlarimizda hali keng kushada to'xtalgandik. Bu jarayonda asosan islom e'tiqodi, islomda o'zi ishonishga tegishli bo'lgan, ya'ni islomning talablariga asosan ishonishga tegishli bo'lgan narsalar ustida hali keng kushada to'xtaldik va boshqa sohadagi iymonga munosabatli boshqa sohaga oz vaqt ajratgandik. Hem bugün yana iymon, e'tiqod va mustaqillik, yani iymon va e'tiqodniki mustaqillikga bo'lgan munosabati. Bir odam iymon etsa, iymoniga e'tiqod qilsa, odam mustaqillik uchun kurash qilish vazifasi bo'lmaydi. Ya bo'lmaydi. Bu iymon, e'tiqod, islom diniga ishonish va hokazo bu ishlarning o'zi bu mustaqillik bilan o'zi aloqasi yo'q ishlarmi? Yoki mustaqillik to'sqinlik qilgan ishlarmi? Bu sohaga munosabatli holatda bir javob berildi. Iymon ishonish, qasam qilish, xotirjam qilish degan ma'nolarni ifodalaydi. Biz shu iymonning bobidami buni keng ko'lamda degandik. Endi
iymon kelimasiniki Qur'onda kelgan iymon kelimasini asosan tarjima qilganlar ishonish, ya'ni shu Allohga ishonish, payg'ambarlarga ishonish, oxiratga ishonish, malaikalarga ishonish, kitoblarga ishonish degan shu 5 ishonishni asos qilib so'zlaydi. Asosan dinga ishonish, umuman aytganda dinga ishonish maqsadida tarjima qildi. Shuning uchun bu Qur'ondagi nurg'un ish-harakatlarning o'zidami shu ish-harakatlar sohasidagi ishonish kelimasi kelgan vaqtidami uni shu iymon bilan munosabatli qilib shundoq o'zi ma'ni etadimdi. Aytganligi uchun bu yerdagi ishonishdagi nuqtaliq o'zi maqsad boshqaga burilibmi keladi ba'zi vaqtida. Shuning uchun bu yerdagi ishonishniki boshqa turlari bormi yoki bo'lmaydi, iymon ya'ni Qur'on iborat Allohning kitobi yana islomga ishonish bilan bizniki mustaqillik ishimiz orasidagi o'zi munosabatda bir o'zi qarim-qarshilik yoki hech qanday aloqasi yo'q bir ishlar bormi degandek bunday bir savol tushdi. Nurg'un odamlar o musulmon bo'lish, o bizniki mustaqilligimiz bilan hech qanday aloqasi yo'q degandek mazmundan tushunib olgan. Shuning uchun bu shu o'zi mavzuni bugun shu suhbatni o'zini o'rinlashtirishimizdagi maqsadning biri shu ikki orasidagi munosabatni xalqimizga bir kuchimizni yetishicha tushuntirish. Qur'oni Karimda nurg'un yerlarda misol iymon kelimasidan keyin sadoqat kelimasi keladi. Sadoqat kelimasi kelgan vaqtida iymoniga sodiq bo'lish, ya'ni ishongan narsaga sodiq bo'lish ma'nosida ishlatiladi. Misol Estaizu billah Sura Baqara 41-oyatida وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Müşahiyetin özümü ben tushungan narsaga ishoninglar. Musaddiqan uni tasdiqlagan asosda deb o'zi uni g'ayriz ishonmaydigan odamlarniki birinchi bo'lganlar meni oyatlarimni kishilarga qulluq sotmanglar degan maqsadda mushayatni shuni bayon qiladi. Bu yerki amanu kelimasiniki oxirida musaddiqan kelimasi keladi. Nurg'un musaddiqan deb keladi. Yani bu o'zi nimani bildirsa, har odam bir narsaga ishongandan keyin uningga o'zining sadoqatini bildirish bu nihoyatda muhim o'ringa egalladi. Sadoqat asosan e'tiqod bilan munosabat bo'ladi. E'tiqod bog'lanish degan ma'noni bildirdi, iymon ishonish degan ma'noni bildirdi. Ishongan narsaga chin bog'lanib, u shu ishongan narsa bizni qamrashga bo'lsa, shu ishqa sadoqatmanlik bilan menish, uni sadoqatmanlik bilan, samimiylik bilan ijro qilish bu nihoyatda muhim o'ringa egallaydi. Şuna o'zi bir narsani bilish, bir narsani o'rganish yoki bir narsaniki ehli bo'lish bu bir masala. Lekin uning bo'lgan samimiyat, mas'uliyat uningdan o'zi ustun o'rin turadi. Har qanday narsa bilib qo'yish kifoya qilmaydi. Bilib qo'ygandan keyin uni samimiyat bilan, mas'uliyat bilan uni ijro qilish, to'g'ri shaklda ijro qilish u nihoyatda o'zi muhim o'ringa egallaydi. Shuning uchun Qur'oni Karim har qanday iymonlik oqisida sadoqatni, uning bo'lgan sadoqatni, samimiyatni va ba'zi yerda ixlos kelimasi keladi. Nihoyat xolis holatda uning qarshisida hech qanday bir narsaning o'zini ta'ma qilmasdan, ya'ni men bu yaxshilik qilaman, uning bedeli cho'qim Alloh taolo menga jannatni berish lozim. Yoki men jahannamdan qutuldirish lozim. Yoki qat'iy men rozi bo'lish lozim degan umidi bo'lmasdan, uni haqiqiy inson nuqtasi turib, men bu yaxshi bir haqiqiy inson bo'lgan bo'lsam, men buni qilishim kerak degan nuqtada turib qilishning o'zini Qur'oni Karim bizga
ta'kidlaydi. Qur'onda ham bunday sohadagi oyatlar nihoyat ko'p. Yani iman kelimesi mesela asasen bu Kur'an'daki iman kelimesi bay deganga o'xshash shu 5 narsaga ama ahli va jamoaning dinida 6 narsaga ishonishni asos qiladi. Qur'on 5 narsaga ishonishni asos qiladi asosan. Bu Qodiya vaqtida Sura Baqara'ning 285-oyatida Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi vel mu'minun kullun amana billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ve qalu sami'na ve ata'na ghufranaka rabbana ve ileykel masir degan ayatning o'zimi Allah'a, malaiklarga, kitoblarga, Allah'ın elçileriga ishonish ve ularning hech birsiga ayrimchilik qilmaslikni buyuradi. Qur'oni Karimdagi ishonish bundan qol. Yani hiçbir peygamber bir peygamberden yukarı bir kitap, yani bir kitapın özü mükemmel deydiğen mundaq alette işinişini Kur'an-ı Kerim çekileydi. Yani Kur'an'daki bu iman nemesi müşahede. Yana Sura Bakara'daki 25. ayette "Beşşirellezine amenu ve amilus salihati enne lehum cennetin tecri min tahtiha'l enhar" degan mush ayetning o'zidimi iymon keltirganlarniki bir odam iymon bir narsaga ishonib qo'yish yetamdi degan vaqtda ishonib qo'yishniki yetmaydiganligini u ishongandan keyin u ishongan narsani amaliyotda yaxshi ish bilan namoyanda qilgandan keyin u iymon bir ishga yaragan bo'lganligini Qur'oni Karim bizga bayon qildi. Yani bir odamniki Allah'a, malaiklerine, kitaplara, peygamberlerine, ahiret günü işinip koyuşu o bir mesele. Onun sadakatmen, sadık buluşu o nayeti muhim yani ikinci bir mesele. Sadık buluş yani şu işengen nersini emeliyatta yaxşı işinden ifadeleşmesi. Bu şey ifadeliğe vaxtda o adam o adamın işengenliği Rasul olur diyeyim. Yani bu yukarı şu işence hem de bu iman kelimesindeki işiniş manası asasen nurlu ayetler var. Ayet bakar 3 tane ayet getirip koydum. Bu ayetler Müslümanlar'daki İslam dairesinde genelde işiniş gösteriyor. İslam dairesinde yani İslam gösterken dairede işiniş değişti bu kadar nesli 5 nesli işiniş ve onundaki neslerine yani buyruklarını icra kılış samimiyetinden o İslam dairesindeki işiniş ve emel kılış bu hesaplanıyor. Yani hazır bu meselindeki işte itikat. İtikat bay diyenge okşaş bağlanış yemeğine bildirdi. Bağlanış diyenin özü bir nesliga işengendan keyin u narsaga o'zini bog'lash yani u narsaga o'zi samimiy bo'lish shunga o'zini bildirdi. Har qanday inson o'zi ishongan, o'zi qilmoqchi bo'lgan narsalarga bog'lanish va uning sadoqat bilan bo'lish va uning mas'uliyat tuyg'usi bilan o'zi harakat qilish u odamning haqiqiy e'tiqodi shu ish bo'lgan e'tiqodning samimiyligini ko'rsatadi. Qur'onda bir qancha oyat bor, ammo Sura Baqara'ningki 89-oyatida la yu'axizukumullohu billahi fi aymanikum walakin yu'axizukum bima aqadtum ayman degan oyatning o'zi deydi Alloh taolo. Qasam to'g'riliq bayon qiladi. Bu turkilda aytilmaydiq vallahi billahi degan qasam qilgan ishlari bor. Bu qasamdagi undaq og'izdan odat qilgan qasamga Alloh taolo hisob qilmaydiganligini lekin haqiqatdan ayman uni haqiqiy bog'lanib turib mushu narsa rost mushu deb xalqlarning o'zini ishontirish uchun qilgan o'zi haqiqiy o'zi ishontirish uchun qilgan bundaq o'zi ahsaslik qilgan bundaq o'zi nemasiga qasamga tushadigan vaqtida qasamni Alloh taolo qiyomat kuni hisob qiladi degan gap. Demak bu yerda bir narsaga bog'lanish va uni amaliyotda uni bir narsa chiqarish uchun uni o'zi harakat qilish bu odamniki e'tiqodliq yani shu ishga bo'lgan e'tiqodni ko'rsatadi. Yani bizda islom e'tiqodi deb qaraymiz. Islom e'tiqod deganning o'zi islomga ishongan odam o'zini shu islomning prinsiplariga bog'lashni ko'rsatadi. Yani islom dinida ko'rsatilgan prinsiplarga o'zini bog'lab shu o'zi prinsip asosida harakat qilish.
Buni o'zi e'tiqod deb ataydi Qur'on. Shuning uchun bir narsaga ishonish masalasi bir o'zi nihoyatda o'ng'ay bir masala, ammo uningga e'tiqod qilish, unga sadoqatmandlik bildirish, uni xolis niyat qilish, samimiylik bildirish va eng oxirgi mas'uliyat tuyg'usi bilan harakat qilish bu nihoyatda o'zi muhim ekanligini Qur'on bayon qildi. Bu mas'uliyat sohasida Alloh taolo Qur'oni Karimda nurg'un yerda bayon qildi. Masalan, "Summa tus'aluna yawmizin anin na'im" degan oyatning o'zida har qanday inson o'ziga berilgan ne'matga mas'uliyat tuyg'usi bilan o'zi harakat qilishni, shu o'z ne'matga bo'lgan o'zi ne'matni, ya'ni Alloh taolo qiyomat kuni u odamni shunday so'raydiganligini, buning o'z ne'mat bildirsa, inson har bir Alloh taolo bergan ne'matdan o'zini so'roqqa tortib turib, men shuning barobarga qanday ishlarni qildim deb o'zida bir mas'uliyat tuyg'usi his qilishni Alloh taolo Qur'onda oyat, unga o'xshash nurg'un oyatlar bor, shunda bayon qiladi. U nima degan vaqtda inson har kunlik haqiqatan qilgan ishida o'zini to'g'ri ish qilgan yo xato ish qilganligini bir qatim hisob tortish, u bir o'zi yaxshi bir ish ekanligini, agar hisob tortmasa odam u xato kirib ketganligini, oxirsida o'zi qutlanmaydigan bir xato bir yo'lga berib qolganligini Qur'on ro'yalda bayon qildi. Yani demek nima degan vaqtda her bir inson har bir qadamda, har bir ish harakatlarida o'zini mas'uliyatchan o'zi tutish, mas'uliyat tuyg'usi yuqori bo'lish, u har qanday bir ish bo'lishini qat'iy nazar u ishning o'zini shu o'z loyiqida mukammal holatda qilishga kirishish, bu o'zi mas'uliyat tuyg'usi insonlarda ifodalanadigan bir narsa. Shuning uchun u Qur'on mas'uliyatni nihoyatda yana yuqori o'rinda qo'ydi. Endi uchinchisi nima degan vaqt, uchinchisi bu mavzuniki bu uchinchisi mustaqillik. Mustaqillik degan so'zning o'zimi o'ziga o'zi xo'ja bo'lish deganlik bo'lib, u bir territoriyada yashaydigan insonlarniki o'rtaq nishon ostida birga kelib, shu o'rtaq nishonda bir-biri bilan hamkorlashib, bir fikr bilan, bir nishon bilan bir yerda o'zi mustaqil yashashni o'zini bildirdi. Bir o'zi to'plum asosan deyilyapti. Bo'lmasa har bir insonniki o'zining mustaqil fikri, mustaqil ish harakati va mustaqil huquqlari bo'ldi Qur'oni Karimda belgilangan misol. Hozir dunyoda shunday huquqlar bor. Her insonga berilgan ayrim o'z huquqlar bo'ldi. Bu narsada har bir inson o'zi mustaqil bo'ldi. Endi Qur'onga asoslangan vaqtda biz payg'ambarlarni misolga olsak, payg'ambarlar nima chiqqan insonlar degan vaqtda payg'ambarlar insonlarni ikki dona mustaqillik uchun kurash qilishga chaqirgan insonlar. Birinchisi ideya jihatdagi mustaqillik. Bu nihoyatda muhim bir narsa. İdeya jihatda, e'tiqod jihatda faqat Allohga bog'lanish, Allohning bir bandasi ekanligini, uning ishonishniki nihoyat zarur ekanligini tunish va Allohga ishonishdan iborat shunga bog'lanishning o'zini ko'rsatadi. E'tiqod jihatda hech qanday bir inson, yana bir insondan yuqori emasligi, hammasi Alloh taoloniki yaratgan bir maxluq ekanligi, hech bir millat yana bir millat emasligi, her bir milletke ve her bir şahsiga Alloh taoloniki ayrim holatda huquqni berganligini bilish, bu o'zi birinchi insonniki ruhiy jihatdagi bir mustaqillikni bildirdi. Yani inson mustahada, yani o'zining ruhiy jihatdagi mustaqilligini birinchi qo'lga keltirishi, bu her bir inson uchun nihoyatda muhim. Uning uchun payg'ambarlarning hammasi birinchi qadamda qilgan ishi nima desa, insoniyatni birinchi qadamda ruhiy mustamlikadan qutqizish. Butlar cho'qindigan yoki insonlar qul bo'ladigan mundaq ishlardan qutqizish
faqat Allohning oldida hammasi barobar ekanligini his qildirish bu payg'ambarlarniki birinchi qilgan ishi. İkinci qilgan ish turgan vaqtda ikkinchi qilgan ishi hamma inson barobar holatda insonlikda o'zining barobarligini his qilish va barobarlik uchun kurash qilish va barobar yashash o'zi bir barobar yashaydigan bir jamiyatni qo'lga keltirish uchun kurash qilgan. Buni misol olsak, Musa alayhissalom, Talut, Davud alayhissalom, Muhammed alayhissalomlar mana shuniki misol bo'ladi. Misol Musa alayhissalom o'zining zulmidan Bani Isroilni qutqizib, biz misolga o'xshashli bir odam, sizning hech qanday yerimiz kam emas, haqiqatda Alloh taolo bergan haqiqatimiz o'xshash degan o'zi shuar ostida Bani Isroilning o'zini elib, shu Misrdan hozirgi Falastinga qaytib keldi. Keyin Davud alayhissalomniki, ya'ni Talutniki yetakchiligida o Davud alayhissalom bo'lgan, shuning bilan o'zi dushmanni o'zining tuprog'idan qo'g'lab chiqarib, mustaqil o'zi bir davlatni qurdi. Davud alayhissalom shu yerdan davlatdagi birinchi podshoh bo'ldi. Talutdan keyin undan keyin Sulaymon alayhissalom podshoh bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom Makkadan Madinaga kelgan chog'da bütün o'z huquqini o'zi tutdi, siyosiy va ijtimoiy diniy huquqlar hammasi Payg'ambar alayhissalomning qo'lida bo'ldi va 10 yil kurash qilish jarayonida shu yerda mustaqil davlat qurdi. Undan o'z Makka, Madina va hamma shu Arab yarim orol nurg'aning o'zini shu davlatniki bayrog'ining ostiga oldi, hokimiyat ostiga oldi. Bunu nima uchun mustaqil qildi deganda, har qanday insonniki, har qanday bir to'plikniki o'zi huquqi u to'plikniki o'zi mustaqil bo'lishi bilan kafolatga ega bo'ldi. Yani hech bir inson yoki hech qanday bir millat yana bir tajovuzchi millatning ostida turib o'zi undaqa huquqiy kafolatga ega bo'lmaydi. Onun uchun o mustaqillik dunyoda insonlar uchun berilgan eng o'zi qimmat bir narsa. Uniki birinchi qadamlardan boshlangan vaqtda yuqorida aytganimizdek insonlar ruhiy mustaqillikni birinchi qo'lga keltirish lozim. E'tiqodiy jihatdan mustaqillikni qo'lga keltirish lozim. E'tiqod jihatdan mustaqil bo'lgan vaqtda biz o'zi Sharq Turkiston xalqining o'zini misol olsak, biz Xitoyning hech qanday o'zi bizning kam yerimiz yo'q. Xitoy inson bo'lsa, bizmi inson. Yevropaliklar inson, bizmi inson. Amerikaliklarga o'xshash inson, Xitoylarga o'xshash inson. Masalan, dunyodagi insonlar insonlik nuqtasidan o'xshash inson. Bizni Xitoy besvelib, unda qirishiga hech qanday huquqi yo'q. Degan o'zi sohada ruhiy jihatdan bir qatim o'zi ozod bo'lish bu inson uchun nihoyat muhim bir o'rinni egallaydi. Agar u insonniki ruhi ozod bo'lmasa, u inson hech bir zaman u mustaqillik uchun harakat qilmaydi. Harakat qilish orzusi bo'lsa, masalan, bizdagi insonlarimizda ko'pchilik shunday narsa bor. Men ona bazavaqna shu nervama tegdi bunday gaplar. Biz mustaqil bo'lsak deb qo'ydi. Esa mustaqil bo'lgan ish yo'q. Mustaqil qilsa vatan degan narsa vatan o'zi mustaqil bo'lib qolmaydi. Uni mustaqil qilgan insonlarning qo'lidagi narsa u. Uni sen mustaqil qilgan chog'da u vatan mustaqil bo'ladi. Odamga sen shu mustaqillikka erishsa, uni degan senga barlig'ing, ya'ni sening insoniy huquqing barlig'i zaten kafolatga ega bo'ldi. U o'z madaniyating, tiling, yezig'ing, urf-odating, hamma narsang, iffat nomusingni tortib barlig'ing kafolatga ega bo'ldi. Bu mustaqillik bo'lmay turib, hech qanday bir narsa uniga bir ikki tonni berib qo'ysimi, lekin hech qanday bir narsa kafolatga ega bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda payg'ambarlarning tutgan yo'li nima degan vaqtda birinchi qadamda insoniyatning o'zini ruhiy jihatdan mustaqillikka erishtirish, ozodlikka erishtirish, ruhini ozod qilish. Ya'ni hech bir inson yana bir insonning oldida kam emas deydigan qarta. Ikkinchi qadam ko'rgan vaqtda u to'plum hammasi huquq jihatda barobar bir jamiyat qurib, shu yerda o'zi yashash, bu o'zi mustaqil bir davlat bilan kafolatga ega bo'ldi.
Bu vaqtda Sura Ali-İmron'daki 64-oyatida Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kelimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illallah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi annana muslimun degan mush ayet bunun ayeti uçuq delil bo'lalaydi. Yani Allah'dan başka hiç qanday bir narsa insoniyat dunyosida, ya'ni insoniyatning orasida bir insonniki ustun turgan bundaq bir narsa bo'lmaydi. İnsanın üstün fakat Allah var. Allah üstün turdu. Onun başka bir insan, yani bir insanın üstün turduğun bundak nasi hiç kandak bir yer yok. Bu yer Allah Teala insaniyet belgen hukukni mi diye bakmış ayette sevaim beynine ve beynekum. İnsanlar özara okşaş diyen hukukni belgen Allah Teala. Bütün insanlar meyli özü qaysı millet, qaysı özü örp adet kandak rağdaki insanlar dışlık etmese insaniyet dünyasındaki barlık insanlar hukukta Allah'ın aldı beraber. Hem de bu müstakillik diyenin özü aşı yuqul diyen okşaş insanlar özündeki barlık hukuklarını hukuk diyenin ait keng bir dairedeki neyse bayıgen okşaş tili, yezgi, örpü, adeti, medeniyeti iş kılıp hem neyse dini itiqadı hem neyse çözse şunun içinde oldu iqtisadın tatip yüz abırıyorçilik hem neyse şunun içinde oldu o neyse kandak vakit tuluk qoğduldu diye vakitte şu milletniki müstakil bir dövleti boğa vakitla o neyse qoğduldu. Müstakil bir dövleti bulmay turup hiçbir zaman o milletniki hukukları tuluk qoğdalmaydı. Yani bir kısım neslini beğen tağırdı mı onda halkı yukarı derecedeki hukukunu hiçbir zaman beğenmeydi. Şunun için o yerdeki bu Kur'an'da devatkan nesli mi diye vakıda bütün insaniyetinin özünü köreş kılış çakırdı neymi gelirse beraberlik için köreş kılış. Bütün insaniyet dünyada beraber biz hepimiz hiçbir insan yani bir insanın özü yukarı emez ya töven emez. Dep aşı beraberlikten ibaret bu köreş bu şuar için köreş kılışka insaniyet çakırdı Kur'an. Bu yan bir taraftan hazır iman ve itikadniki müstakillik bo'lgan o'zi munosabati mana shunday bo'ldi. Ya'ni iman itikad degani iman insonning o'zini faqat o'z namoz o'qish, ro'za tutish mashg'ul qilmaydi. O'zining butun huquqlarini qo'g'dashga chaqirdi. U qo'g'daydigan narsaga ishonishga va uning sadoqatman bo'lishga, ya'ni o'zining davosiga sodiq bo'lishga va davosiga sahib chiqishga buni chaqirdi iman. Onun için özü bütün peygamberler örnekler olup göründü. O peygamberlerin hemmesi ödese şu tarihinde, şu zamanında bu özü hukuk için, bu özü birlik, beraberlik için köreş ötken. Mesela Kur'an'da imanın özünü Allah Teala imanın özünü halis işiniş, halis işenmezlik. Bunda özü alet koygan. Yani insanlar hiçbir insanda Allah Teala işini mecburlamagan. Ama beraberlik için köreş kılış, özünün hukukları için köreş kılış diye vakıda bütün küçüğüden özü hukuku için, beraberlik için köreş kılış için Kur'an-ı Kerim insanların özü davet kılan, çağıran. Bu yerde imanın yan bir özü nemesi, yan bir özü ma'nisi, yana şu özünü qilmoqchi bo'lgan ishini mi bildirdi. Bu yer Kur'an'daki Sura Ali-İmron 39-oyatida va tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin degan bir oyat var. Siz o'zi g'am qilib, qayg'urib o'tirmanglar. Ve entumul a'laun in kuntum mu'minin. Siz haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, oliy bo'la olasizlar.
Yani en ahırki gayıgıcı, en yüksek gayıgıcı yetalayısılar deydi Allah Teala. Bu nimin öldürdüse, bu özü her bir insan özüneki kımmakçı boğan işe işiniz. Yani biz hazır Şarkı Türkistan halkı, Şarkı Türkistan'daki müstakillik için, onu müstakil kıldığalığımızda tuluk işiniz. İşengenliki onun sadakat ölen, samimiyet ölen, mesuliyet ölen özü küreş kılış, bu özü işençiniki nemesi olur endi. İşençiniki kol yaptırgan yetinçisi oldu. Ama insanlarınki keşke dua tekbir kılıp, ey Xuda man anıqıp be, manıqıp be, ey Xuda ababil kuşunun özünü düşürüp, aş kafirinin özünü yok qıp begin dep, onda dua kılıp, jığlap olturuşni Allah Teala Kur'an'da nima aytsa muş ayetning özünde, vala tahinu degan ayetning özünde acizlik, kerakkenmaslik, poqposaqlik dep özü bayon qiladi bu yerda. Sen özü u yerda jığlap, qaqshab olturmasdan sen şu vatanning mustaqilligiga düşmanınki siniki huquqlarini dafsanda qilganligiga haqiqiy ishongan bo'lsang, shuning uchun sen o'rnidan turib kurash qilishing kerak deydi. Hech qanday bir ish duo takbir bilan hal bo'lmaydi. U duo takbirni qilgan odam bir duoni qilgandan keyin shu duosiga loyiq harakat qilmaganchilik, u quruq duo hech qanday huquq yarmaydi. Yani Qur'onda Peygamberler dua qilgan vaqtida, misal İbrahim alayhissalom dua qilgan duolari bor. Aşı Kabe'niki oğlunu qopurayotgan vaqtida, ey Xudo, mushu o'zi Kabe'ning o'zini insonlar manfaatli mushunday o'rin qilib bergin deb o'zi duo qiladi. Bu duo qilish usuli. Yani bir odam bir ishni qilgan bo'lsa, qilib o'tib, yoki qilish oldida men mush ishni qilmoqchi, mush ishni insoniyat uchun mana va insoniyatga foyda qilib bergin deb duo qilish, u to'g'ri bir duo bo'ldi. Lekin ey Xudo, insoniyatga bir yaxshi bir ishni qilib bergin, anda qilib bergin, manda qilib bergin deb duoni qilib qo'yib, uning degan o'zi hech qanday uning amaliy ish qilmay o'ltirish, u o'zi duosi xiyonat qilgan bo'ldi. Alloh taolo bunda duo qilganiki, duosini ham hisob oldi qiyomat kuni. Qur'onda u to'g'ri nima deydi degan vaqtda, sizlar lima taquluna ma la taf'alun deydi. Kaburat indallahi maqtan degan o'zi oxirgi oyatning o'zi. Sizlar qilmaydigan narsaga nima uchun deysizlar o'zini? Sizlar qilmaydigan narsani deganligingiz uchun u Allohning oldida jinoyat hisoblanadi deydi. Shuning uchun bu yerda nima qilishimiz kerak degan vaqtida biz o'zimizniki ishimizga o'zimiz sahib chiqishimiz, yani ega chiqishimiz lozim. Uni butun kuchimiz bilan qo'llab-quvvatlab, onun harakat qilishimiz lozim. Kuchimiz bilan, pulimiz bilan, aqlimiz bilan harakat qilishimiz lozim. Uni sodiq bo'lishimiz lozim. Uni buqasun, yoki mustaqil bo'lsin vatan deydigan o'zi nima xiyol bilan emas, mustaqil qilimiz o vatanning o'zini degan o'zi niyat bilan haqiqiy harakatga o'tgan vaqtimizda undagi o vatanning o'zini mustaqil qila olamiz. Bo'lmasa kunda duo qilib, o qaqshab yerda o'tirish Alloh taoloninki beshnag'irisidan boshqa hech qanday ishga yaramaydi. Bundaq insonlarga Alloh taolo hech narsa bermaydi yani. Yana o'zi Qur'oni Karimdagi Asr surasining o'zida وَلَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ degan mush oyatning o'zida nima degan vaqtda ziyonda bo'lmaydigan insonlar haqiqiy ishlangan va ishonchisini yaxshi ishni qilish bilan amaliyotga aylantirgan, boshqalarga to'g'ri narsaning o'zini tavsiya qilgan ve to'g'ri narsalarni tavsiya qilish va yaxshi ishni qilish, uning ishinish jarayonlarida o'ziga yetgan dushvorchilikqa sabr qilishga kishilarning o'zini tavsiya qilgan mushundaq insonlarning boshqasi degan vaqtida hammasi ziyon tortadigan insonlar deb Alloh taolo mushuni bayon qildi. Ya'ni insonlar bir narsaga ishni qo'yib, uni amalda qilmaslikning o'zimi bu inson ziyon tortadigan ish degan gap. Ya'ni biz Allah Teala Kur'an-ı Kerim degan öz buyruqlarının hamısını işinip qo'yib, uning o'zini ijro qilmasligimiz bu bizning ziyonga apiradigan narsa degan gap.
Bunu Allah Taala yuqorida vel asr deb zaman bilan, asr bilan qasam qilish degan vaqtda tarixda yani zamandan boshlab mushu 4 ishning o'zini birga etmagan insonlarga ziyon tortib kelganligi uchun mushu 4 ishni birlikda etmagan insonlar tarixda ziyon tortmagan. Agar sizlar mana mushu 4ni birlikda etmasangiz, ziyon tortmaysizlar deyilgandi. Yani bir inson yani biz hozirgi vaqtda vatanimizni mustaqil qilishga ishinadigan bo'lsak, uni amaliyotda yaxshi ish bilan uni nim qilmay turib, amaliy o'zi ish qilmay turib, uningga amaliyot yaxshi ish bilan uning o'zini ifodalamay turib, u vatanning mustaqilligidan umid kutish tamoman xom xiyol degan. Buningda o'zimizga nurg'ulgan o'z qiyinchiliklar yetdi. Buningga sabr qilish, boshqalarni vaqtida bu ishning o'ziga bu chidamasak o'zi bu ishning o'zi muddat bo'lmaydi deb u boshqalarga tavsiya qilish, nasihat qilish orqali bu ishning o'zi amalga oshirganligini Qur'oni Karim bizga shunday bayon qildi yani. Hamda yuqorida iman e'tiqod va mustaqillik hamda mustaqillik bilan iman e'tiqodniki munosabati haqida bir qadar to'xtalib o'tgan bo'ldik. Ya'ni hech bir zaman iman e'tiqodning o'zi bir millatniki mustaqilligiga to'salg'i bo'ladigan, uni putlik qachon bo'ladigan bir narsa bo'lib qolmasdan, aksincha uni texmbek shu ishni qilib, u insonlar mustaqil, azod va boshqa insonlar bilan o'xshash huquqqa ega holatda yashashning o'zini Qur'oni Karim buyurganligining o'zini, Qur'oni Karimniki nihoyatda muhim o'zi amrlardan birisi ekanligini o'zini Qur'on o'zi bayon qilyapti yani. Hamda ummatchilik degan bir so'zlar bor. Ummatchilik deganni bir Adashit vaqtida bir yomon bir so'z emas. Bu nima degan vaqtida butun o'zi insoniyat bir ummat odam. Faqat musulmonlar bir ummat emas, butun insoniyat hamasi bir ummat, bir o'zi insonlar ummati u hisoblanadi. Hamda buning ichida do'st dushman degan o'zi so'zlar bo'ldi masalan. Bu vaqtda nima degan vaqtda ummatchilikning o'zini hozirgi vaqtda bizniki hozir bu yerda o'ttirib islom ummatchiligi. Bu islom ummatchiligini o'ttirib qo'yish orqali u mustaqillik davosini oxir chekindirgan yoki kurashning nishonini boshqa qaydirayotgan bunday ishlarni qilish bu o'zi Alloh taoloning amriga va shu millatniki orzu istaklariga tamoman xiyonat qilganlik bo'lib hisoblanadi. Yani biz hazır düşmanımız Xitay Kompartiyası deb hisoblaydi, en küçük o'zi hisoblagan vaqtda mushu o'zi dushman ochiq turug'lig'in biz ummatchilikni o'tirib qo'yib, undan biz hech qanday aloqasi bo'lmagan bir yerga berib, ashada o'z kurash qilishimiz bu butunlay Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan prinsipga xilof bir ish. Yani bizdeki düşmanımız bo'lmagan, gerçi o Müslüman bo'lmagan taqdirdami, o bizdeki düşmanımız bo'lmagan, bizni vatanimizni tajovuz qilmagan, bir o'z boshqa bir yerdagi insonlarni biz dushman tutishimiz Qur'oni Karimniki dushmani to'g'ri tunish nazariyasiga tamoman xilof ish qilgan bo'lamiz degan. Yani Qur'oni Karimda dushman degan qanday bir narsa, o bir millatdagi dushman qanday narsa degan vaqtda u millatga hujum qilgan, tajovuz qilgan u o'zi shu millatning dushmani. U qaysi din, qaysi e'tiqod, qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, sizning vataningga tajovuz qilgan har qanday bir tajovuzchi sizning dushmaningiz bo'lib hisoblanadi. Ya'ni biz musulmon bo'lsak, ya'ni bir musulmon davlatning o'zi bizga tajovuz qilsa-mu, u davlat bizning dushmanimiz bo'lib hisoblanadi. U e'tiqodi o'ziga. U yerda dushmanlik Qur'oni Karimdagi belgilanishi tajovuzchi sizning dushmaning deylik. Tajovuz qilmagan bir insonlarni, bir millatning o'zini qaysi e'tiqod, qaysi o'zi millat bo'lishidan qat'iy nazar
onun o'zini dushman tutish Qur'oni Karim ko'rsatgan dushman tutish o'zi nazariyasiga, prinsiplariga tamoman qarshi, ya'ni zid keldi yani. Bu o'zi bir jinoyat hisoblanadi. Ham Qur'oni Karimda o'zi o'tirib qo'ygan dushman tutish nazariyadan dushman to'g'ri tunish nazariyasiga tamoman qarshi bo'lgan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi millatning o'zini ummatchilik bozoriga ishtirish orqali bütün insan yoki bütün musulmonlar bir ummat deb o'tirib qayerda o'zi qaysi bir musulmonniki bir dushmani ish chiqib qolsa aşağıya yugurib berib u yerda o'zi urush qilib u yerda o'lib bergan bunday ishlarni qilishning o'zi bu o'ziniki dushman to'g'ri tunuyolmaganlik va kurashning o'zini xato qilganlikdan iborat bir ish bo'ladi. Bunda xato kurashgan odam Allohning oldida o'zi Vallahu la yuhibbul mu'tadin degan o'zi oyatlar var. Allah Taala tajovuzlarni yaxshi ko'rmaydi deydi Allah. Shuning uchun bu yerda bizga hech qanday hujum qilmagan bir millatni berib diniy nuqtadan ashbizdagi dushmanimiz deb o'tirib uni hujum qilish biz uni tajovuz qilganlik hisoblanadi. Bu vaqtda o'zi Allah Taala bizni bunda qilmishimizning o'zini hech bir zaman yoqtirmaydi. Bunda ishlarga Allah Taala oxirgi jo'ya vaqtida qiyomat kunida ham onun jazosi bo'ladi. Shuning uchun bu yerda diniy sohadagi insonlarning kallasini silkib etish kerak yani. Zari kallasini silkmaydi bu odamlar var. Kallasini silkib etish kerak. Düşman degan qanday narsa deganning o'zini Qur'oni Karimdan izlash kerak. Agar o'zi dushmani to'g'ri taniyolmagan bo'lsa, u dushman to'g'ri gap qilmaslik kerak unda odamlar. Bilmagandek ekan. Shuning uchun biz o'zimizni dushmandan vatanimizni ozod qilish uchun bo'lgan narsa degan vaqtda birinchi o'zi vatanga bo'lgan ishonish, vatanni mustaqil qilishga bo'lgan ishonch bo'lish lozim. Uning qarta bir iroda bo'lish lozim. Uningga mas'uliyat tuyg'umiz bo'lish lozim. Qat'iy o'zi bu vatan meniki, uni qat'iy mustaqil qilishim kerak degan har bir Uyg'ur, har bir Sharq Turkistonlikda bunday bir tushuncha bo'lish lozim, bunday bir ideya bo'lish lozim va uning bo'lgan o'z jasorat bo'lish lozim. Vatan mustaqil bo'ldi deb o'ltirish o'zi butunlay bir o'zi xam xiyoldan boshqa narsa emas. Bunday odamlar hech bir zaman vatanning mustaqilligi uchun kurash qilganligi hisoblanmaydi. Yani vatanning mustaqilligi uchun kurash qilgan odamniki o'zi qalbi bilan amaliy ish harakati, so'z harakatlari hammasi o'xshash bo'lish lozim. Hem vatan uchun gap qilish lozim, hem amaliyotida harakat qilish lozim. İqtisodni ham bu ish uchun sarf qilish lozim. Qur'on natijada bor nima mujohid nima Allah yo'lida jihad qiladigan, kurash qiladigan shu musofirlar qanday qiladi degan vaqtda ular o'zi melini jinni aymaydi degan bir oyat bor Qur'onda. U nima degan bo'lgan vaqtda biz qo'sh musofirniki vatan sirtida shu topgan taginimiz bilan jinnimizni boshqa ishimiz yo'q. Aş ikki tal narsani ayımğa vaqtida degan vaqtda vatanni ozod qilib bo'ldi degan. Shuning uchun biz o'zi aqlimizni va o'zimizniki topgan taginimizni va o'zimizniki butun hayotimizning o'zini vatanni mustaqil qilish uchun bag'ishlagan vaqtimizda u vaqtida o vatanni ozod qilish nishonimizga cho'qim yeta olamiz degan. Ya'ni bu iymon e'tiqodniki o'zi vatanning mustaqilligi uchun bo'lgan o'zi bog'lanishi munosabati nihoyatda kuchli yani. Hech bir zaman iymon e'tiqod insonlarning o'zini vatansiz yashashga sarganda bo'lib ketishga bormaydi. O o'zi boshqa insonlarga o'xshash barobar yashashga va o'zining haqqi bo'lgan vatanda yashashga va barliq o'ziniki milliy örf-odatlari, diniy e'tiqodi, madaniyati hamma narsani o'zini to'g'ri usulda qo'g'dab yashashga haqqi borligini va shuning uchun kurash qilishning nihoyat muhimligini Qur'oni Karim ta'kidlaydi. Endi bu nimaning ichida yana layoqat, salohiyat degan to'g'rilikmi bir so'zlar bor ekan.
o'to'g'riligi oz o'sini to'xtaydi. Aslida bundan burungi bir suhbatda layoqat salohiyat to'g'riliq bir to'xtalgandik. Shunday bo'lsa, men bu yerda oz o'sini to'xtalib qo'yaylik. Salohiyat deganning o'zi her bir inson o'ziniki bilgan, o'qigan narsalarini haqida o'zi ish qilish, ya'ni shu nimani o'qigan bo'lsa, nimani bilgan bo'lsa, shu sohada ish qilish u odamniki shu ishga bo'lgan layoqatini o'zini ko'rsatadi. Ya'ni bir insonniki bir ishni bilishi, shu ishni qila oladigan bir salohiyatga ega bo'lishi u odamniki shu ishda salohiyatli ekanligini bildiradi. Bir odamniki bir sohada o'qib qo'yishi butun sohaga layoqatli bo'lishini bildirmaydi. Yani bu saha, yani bu bütün işe layakatlik bo'lish ishlari bizda nayt ko'p yani. Bo'libmi diniy sahadagi insonlar nayt ko'p. O'zi bir o'zi Qur'onni yodlab qo'ydi, yoki bo'lmaydi 6-5 pora o'zi tafsir o'qib qo'ydi. Ondan keyin bütün sohaga chetkerib, ondan keyin o'zi bütün narsalarni bildirib qiyofatga tushib oldi. Hazır tarix mutaxassisi bo'lgan, hazır o'z fizik mutaxassisi bo'lgan, hazır o'z siyosatchi bo'lgan, hazır o'zi astronomchi bo'lgan, hazır o'z iqtisodshunos bo'lgan, dunyoda bilmaydigan narsa yo'q. U Baydenning o'zini yaratmaydi hozir vaqtda siyosatda. Shunday holat chiqmoqda nurg'un o'zi insonlar. Shuning uchun bu layoqat, salohiyat deganning o'zi inson bir sohani o'qib, shuni bilgan vaqtda shu sohaga salohiyatli inson bo'ladi. Şu sohaga layoqatli bir inson bo'ldi degan gap. Boshqa sohani agarchi uniki ismini, boshqa sohaning ismini bilgan taqdirdami, uniki o'zi u sohaga uniki layoq qo'shmaydi. Ismini bilish degan o odatli bir narsa. Astronomiya deymiz, fizik, ximiya deymiz, undaq narsalarniki ismini bilib o'ng'ay bir narsa. Lekin uni salohiyatli bo'lish uchun degan vaqtda u yerdagi o narsalarni to'liq bilish. Mesela hazır astronomiya deymiz. Bunun salohiyatli insan biz bildiğin Erkin Sıdık aramızda çıkan birden bir Uygurlarla için çıkan alim Erkin Sıdık akımız bana aşına salohiyatli misal. Aşına okşayış nurgun özü aramızda zaman nurgun alimlerimiz var. Şu özünün sahasına salohiyatli insanlar. Yani demek bir nime diye vaxtıda her bir insan özü o'qib, şunu tiki yetib, mana shu manda narsaga degan vaqtida shu sohadagi ishga o'sha odam salohiyatli bo'ladi. Ammo bir o'qishni o'qib qo'yib, butun dunyodagi ilm sohasiga men salohiyatli desa, u o'zi dot bir odam bo'ladi vaqtida. Nima uchun degan vaqtda hatto o'zining salohiyatini yo'qotgan, salohiyatini bilmagan bir odam bo'ldi. Shuning uchun Tayyip Erdo'g'anning bir so'zi bor, haddingni bil deydigan. Her bir insan o'ziniki salohiyat doirasini bilib olsa, u vaqtda ikkinchi bir sohaga hujum qilmaydi, ikkinchi bir sohami o'zi rohat bo'ladi. O'zi o inson gap qilgan vaqtda o'ziniki salohiyat doirasida gap qiladi, insonlarni qo'shadi. Chunki bilib gap qilganligi uchun qo'shadi. Shuning uchun bizlarga salohiyat sohasida bunga diqqat qilishimiz lozim. Ondan keyin salohiyatning yana bir tarafi bizniki uzundan birisi shu da'vo ishlarimizda vatanning mustaqillik da'vosi, mustaqillik ko'rishi sohasida rahbarlarimizniki salohiyatlik bo'lolmaganligi nihoyatda o'zi bizning ishimizni shunday oxir chekintirib o'tgan, shu kun qilishimizniki asos sabablardan birisi bo'lib yani tarixda bizdeki ecdatlarımız düşmanımız bilen Qur'onlik kurash qilish orqali hech bir zaman yengilmagan bo'lsa, lekin siyosat sohasida yengilib qolgan. Nima uchun degan vaqtda shu ishning beshi turgan liderlarimizniki salohiyati tuvanib qolganligi uchun bizda o'zi bu o'zi nihoyatda fojialik holda oxirlashgan. Mesela 33-44-yillarda qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetlerimi mana shu salohiyatniki tuvan bo'lganligi uchun mag'lubiyat bilan oxirlashgan. Bo'lmasa u yerda chiqish yo'li faqat yo'qmi desa mumkin emas.
o chiqish yo'li mutlaq bo'ladi endi. Shu vaqtda, ammo shu siyosatni to'g'ri yapma olsa, siyosatni to'g'ri tushirgan vaqtda o'zining chiqish yo'lini topa oladigan gap endi. Shuni bilan o'zi ishlar qiladi. Misol, o'z vaqt Mustafa Kemalni misol olsak, butun Turkiyani talon-taroj qilib, hammani o'zi yeyotib pazlagan vaqtning o'zida Mustafa Kemal siyosatni to'g'ri yapmaganligi uchun Turkiya Cumhuriyetini saqlab qolgan oxirsida. Her qancha o'z dushmanlik bo'lib ketsakmi biz Turkiyachilik bu dushmanlik bo'lib ketmadik mesela atrofidagi insonlarga. Ammo shu 1870-yil, 60-yillardagi Yaqub Alining zamonlarida strategiyani, siyosatni xato etmaganligimiz uchun shuni bilan o'zi bizniki tamamen vayron bo'lishimiz shu siyosatni xato etmaganlik sababidan bo'ldi. Shuning uchun bizniki bu millatniki beşiq kelgan liderlarimizmi shunday o'z salohiyatli bo'lishi lozim. Agar o'zi to'liq salohiyatga ega bo'lmagan bo'lsa, atrofiga nurg'un ashula salohiyatli insonlarni yig'ish orqali ashula maslahatlashib ish qilishi nihoyatda muhim. Shu vaqtda biz o'zi ishimizni g'alaba qila olamiz. Ikkinchi tarafga o'tgan vaqtda ikkinchi tarafi xalqimizda bor. Xalqimizda kim o'zi to'rt og'iz quloq qo'shaqida gap qilib qo'ysa, shu tarafga yig'ib ketadigan bunday ishlar bizda mavjud. Maqsad vatanning mustaqilligini maqsad qiladigan bunday bir kallada turishimiz lozim. Qanday vatanni biz mustaqil qilamiz degan o'zi tushuncha bilan turishimiz lozim. Bir odam jannatni va'da qilib qo'ysa, yo jahannamni qutulganini va'da qilib qo'ysa, yoki mayli Alloh roziligini o'zini va'da qilib qo'ysa, g'ibtlar shu tarafga o'tib ekan, yana bir taraf dushman oyda qilib o'zimiz tarafga qoral tanglaydigan bunday ishlarni qildigan ishlar bizda nurg'un uzundan birisi o'zi davom qilib kelgan bir ish. 33-yilmi misol majmuagan Tunganning o'zi ashadini xalif qurum biz shu xalif qurum degan bir og'iz gapning oqisiga kirib minglagan Uyg'urlar ashuna oqisiga kirib olgan mesela shu vaqtda. Onun üstüge şu 19. asırning başlarında şu Qoram deydi, şu nemeneki Qozog'istondagi Qoram degan şu Uyg'urlar yashagan bir rayon bor ekan. Shu rayonda nurg'un Uyg'urlarning o'zini şu bolsheviklar pilmot qilib o'zi nim qildi, o'ldirib oldi. O keyin uqsaq nima ishga o'ltirib desek, bekor jihbat o'ltiribman-ki, şu Uyg'urlardanmi bu bolshevik degan bu kommunistlar bu dinga qarshi ekan degan shunday narsa o'tirib chiqqanda ekan, shu din qarshi ekan deb o'tirib, ashunga o'zi qarshi ideologiyada yoki harakat muqam bo'lishi mumkin bir qism insonlar. Shunday sababdan o'tirib o'tgan. Bo'lmasa masalan biz Qozog'istonda yashadıq, shayda o'zi Abdullah Ro'zbaqov degan odamlar bo'lgan ekan, shu yerda o'zi kommunist odamlar nurg'unlagan xizmatlarni qilib Qozog'iston davlatiga nurg'ulg'an shon sharaflarni akagan odam ekan misolda. Qanday qilganda millatni qutqizib qolish maqsad emas, qanday qilganda shu dinning banasida o'lish. Bu shuni maqsad qiliqliq. Shuning bilan o'zi hech qanday netinchisiz holatda angirpaydan qadrsiz shunday o'lib ketgan insonlar vatandami nurg'un shunday insonlar bo'lgan. Shuning uchun bizlarga vatan kelgan vaqtida e'tiqod hech qanday narsa o'zimizga hisob bo'ladi. Zaten Qur'oni Karimda lakum dinukum valiyadin degan oyat bor. Hamma odamning dini e'tiqodi Alloh bilan inson o arasida ish. Boshqa inson bilan uning orasida hech qanday o'zi narsa ifodalamaydi. Shuning uchun bu vatan millatniki ishib kelgan vaqtda her qanday yani biz vatan millatning manfaatini birinchi o'rinda qo'yish bu bizniki birinchi vazifamiz bo'lib hisoblanadi. Biz o'z u yerda o'zimizning shoni shuhrati, manfaati bunday narsani o'tirib qo'ydigan, bunday odamni o'tirib chiqib qolsa, u odam aslo lider bo'lolmaydigan odam hisoblanadi. Lider hech qanday manfaat, hech qanday shoni shuhratning o'zini maqsad qilmasdan faqat millatniki manfaati, vatanning manfaati, qanday vatanni mustaqil qilish, qanday u vatanni mustaqil qilish uchun bir foyda kelish. Mushundan boshqa narsani o'ylash u odamniki o'zi salohiyatiga to'g'ri kelmaydi. Agar to'g'ri lider bo'lsa. Bunday odamniki
milletining oldida va butun dunyoning oldida ham shon shuhratlarim bo'ladi. U odam hech bir zaman och qolmaydi. Shuning uchun bu lider bo'lgan odamlar iqtisod tamoq qilib yoki shon sharafning o'zini tamoq qilib bundaq harakat qilish tamoman o'zi u liderlikka to'g'ri kelmaydi. Lider u turmuş kirishdan qo'rqmaslik lozim, o'lib ketishdan qo'rqmaslik lozim, har qanday o'z qiyinchiliklarni qo'rqmaslik lozim. Shundaq bo'lgan vaqtida uningdagi insonlar uning erishidi, uningdan u g'alabaga erishadi. Masalan, Payg'ambar alayhisalom misol olsakmi, Xandak urushining o'zida bütün musulmonlarniki qo'shig'i bir hassa osh bo'lsa, Payg'ambar alayhisalomning qo'shig'i 2 hassa osh bo'lgan. Bütün aşağıdaki Xandakni qo'lga qo'yib düşmandan Madinani qo'g'daymiz deyotgan odamlar qo'shiqqa bir talqin toshni tengib olgan bo'lsa, Payg'ambar alayhisalom 2 tal tosh tengib olgan. Shu yerda insonlarning har birisi 1 metrdan ash Xandakni qo'lgan bo'lsa, Payg'ambar alayhisalom 2 metr Xandak qo'lgan, yana boshqa insonlarning 2 hassa jiqish qilgan. Bu Qur'oni Karimdagi bu payg'ambarlarning hammasi nima desa, liderlarniki o'zi bir nemisi. Liderlarga bir o'rnak. Lider degani men mushundaq bo'ladi degan gap. Hech qanday sha'ni shavkat va hech qanday manfaatni asos qilmasdan faqat g'albini asos qiladi. G'albini nishon qiladi. U vaqtda u odam u g'albiga yeta oladi. Yoki shu g'albiga yetish jarayonida o'lib ketmaydi. U hech qanday o'lim, hech qanday narsadan qo'rqmaydigan o'zi mundaq ruhli o'tib chiqadi. Shu vaqtda o'zi bu ish bo'ldi. Bo'lmasa azroq bir ishni qilib qo'yib, o'kirib yetib olsa, undaq odam aslo liderlik bermaydi. Qur'oni Karim irodasizlik, layoqatsizlikni qattiq o'zi nim qilib o'zi so'kib Qur'onda mundaq bir o'zi voqealikni bizga bayon qildi. Yani Sura İsra'niki 4-oydan o'zi 11-oyatgacha qaraqdiki voqealik Bani İsrailning voqealigi va qadayna ila Bani İsrail fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn va la ta'lamuna uluwan kabira degan bosh oyatning o'zida 2 qatim mag'lubiyatga uchraganligi Bani İsrailniki. Birinchi qatimki mag'lubiyatning o'zi bo'lgan vaqtda ular kuchli bir o'zi dushmanning kelganligi va ularniki turayotgan yerlarini tamamen to'p-to'z qilib ketganligi. Ikkinchi qatim qaytib kelgan vaqtida u o'zi Bani İsrailga nurg'ulgan o'zi nimalar bo'lganligi, misol sonning oshqanligi, ya'ni yillardan keyin keldi u 20-30 50 yildan keyin kelgan ish bo'lg'achqa oraliqda u baljaqil tug'ilib nurg'ulgan soni ko'payib pul mal tepib nurg'un o'zi beyib qurol-yarog' setvoqidek mushundaq bir holatga kelganligini bayon qildi. Ammo Bani İsrail nima qildi? Degan vaqtda shu vaqtda Qur'onda in ahsantum li anfusikum va in asatum falaha degan oyatning o'zida agar shu vaqtda sizlar yaxshi ish qilgan bo'lsangiz o'zingiz qilgan bo'ladingiz. Shu vaqtda sizlar osonlik qildinglar. Sizlar shu dushman qarshi kurash qilish maydoniga chiqmadinglar, Qur'onni ko'tarib chiqmadinglar. Chiqmaganligi uchun u sizning o'zingizninki ziyniq bo'ldi. Shu vaqtda nima bo'ldi degan vaqtda faiza jaa va'dul oxirati liyasuu wujuhakum va yadkhulul masjida kama dakhalu awwal marratin va yutabbiru ma la tadbira degan oyatning o'zida deydi. Ikkinchi qatimliq o'zi ularni vayron qilayotgan ish kelgan vaqtda, ya'ni dushman ikkinchi qatim bostirib kelgan vaqtda hattoki masjidlarga kelib bu ilqi Sulaymon alayhisalom solgan Baytul Maqdasning o'zini bayon qildi. Yani Baytul Maqdasni ko'rsatdi. Oshining o'zini to'p-to'z qilib o'tgandir dushman. Shu vaqtda siz nima ish qildinglar deb Alloh taolo Bani Isroil deyapti-da. Sizni qilishinglar asa rabbukum ayyarhamakum. Xudo sen bizga rahim qilgin deb duo qilib o'tirdingizlar. Hozirgi musulmonlar o'xshash. Qo'lingga qilishni ilib, qurolni ilib chiqqan bo'lsang, dushmanga tetib, dushmanning o'zini yo'q chiqib tamoman imkoning bor. Uni qilmasdan uyda o'tirib sen, ey Xudo,
bizga sen marhamat qilib, mush dushmanning o'zini mag'lub qilib bersan deb o'ltirganliging uchun ular kelib, butunlay to'p-to'z qilib, odamlarni o'ltirib, vayron qilib ketdi. Buning o'zini sizlar o'zingizga ziyon qildinglar, o'zingizga qildinglar. deb Alloh taolo Bani Isroilning o'zini shundaq tanqidlaydi. Ya'ni o'z og'zida va in o'tdim o'dna va jalna jahannam lil kafirin hasira degan bu oyatning o'zidami agar shundaq qilaversanglar bizmi o'zimiz sizlarga hech qanday yordam bermaymiz. Biz buningga o'xshash Alloh taoloning ne'matlarini joyiga ishlatmagan kafirlarga jahannamni zindon qilib, ya'ni jahannamga kirdiramiz odamning o'zini. Ya'ni ko'rdigan kuning do'zaxning kunini ko'rsa, ya'ni biz deydiku, ishning kunini ko'rsa deydiku, ashundaq kunni ko'rsa degan gap endi. Mana Alloh taolo bu yerda va ja'alna jahannam lil kafirin hasira degan bu oyatning o'zidami shu Bani Isroilning o'zini Alloh taolo bergan ne'matni, ya'ni o yuqorida sanada o ne'matning o'zini, ya'ni nurg'un baljaqanli bo'ldi, sonli ko'p bo'ldi, nurg'ulg'an iqtisodli bo'lgan shu vaqtda. Onun qoral yaratni elib, balalarni qorallandırıp, özlerini qorallanıp, oturup çıkan bolsanglar, çoxumsal g'alaba qilatganlar. Aşını qilmay, Xudo bizga ashni dushmanning o'zini yengib bergan. Hozirgi Falastin nima shu, İsroil urvatgan yerga musulmon duo qilyapti-ku. Ababil qushlarni apirib o'zi vayron qilib bergan deb duo qilyapti molla hozir. Ababil qushlarni agar Alloh taolo avatgan bo'lsa, musulmonni becha tashlaydi tashning o'zini. Agar shundaq shu olgan bo'lsa. Bunda hukuk gerek emeyen Müslümanın ne gerek var dünyada? Şunun için bu yer Allah Teala devam etti ki bu kafir oluş diye Allah Teala'nı inkar kılışlayamaz. Allah Teala bergen nimetlerini cair işletmezlik hem kafirlik. Bu şey Kur'an'ın özünde ve cehenna cehennemi lil kafirini hasirat gelmiş ayetin özümü Allah Teala devam etti ki biz bergen nimeti cair işletmegen adamlarga biz cehennemlik kılımız var. Cehennemlik kılımız diyenin özü İşinin gününü gösterimiz biz diyen gap. İşinin gününü görürsen şu Allah bergen nimetin cahil işletmesinden diyor. İşinin gününü görürse diyen gap. Bu bize olmadı mı? Boldu. Mesela pul tapqa vaqtida balalarımız yaxshi o'qitadigan, millatni g'amil qiladiganning o'rniga ko'z qilib to'y qilgan vaqtida necha 100 ming yuanni to'yga ishirtib, Xitoyni beytib, Xitoyning shirkatlarining o'zini beytib qilgandan keyin ahirisi kelgan balo meni mushu oldu. Biz şu iqtisodni, şu balalarimizning o'zini to'g'ri odam qilib, şu balalarimizga biz tashlagan bo'lsak, bu vaqtda biz mushtaq kunni ko'maydik. Hozirgi vaqtda misol butun dunyoda ya'ni shu Osiyo, Afrika deydi asosan. Aşağıdasının o'zida balani o'qitish uchun hammasi mush g'arb dunyosidan chiqardi. Hozir Oxford universitetimiz, Cambridge universitetimiz aşağı 100 minglagan Xitoylar o'qiydi. Yiliga. Amerikadagi nurg'un ataqli o'zi Harvard universitetida, ashunday universitetlarda 100 minglagandan o'zi Xitoy o'quvchilari o'qiydi. Xitoylar ashuni rasmiy selib, ashuni o'zini, mush bolalarning o'zini mush yerda o'qitib, texnik taraqqiy qilish uchun ashuni qilyapti. Ham bizcha degan vaqtda pul topgan Misrga chiqib, Pakistonga apirib, Arablik mamlakatlarga apirib, millatning o'zini ashunday o'qitish orqali millatni oldiga qat'iy bosmasin, yana quruq hikoyani so'zlab o'ssin deb ashunday yo'lda o'qitdi. Uning uchun biz bu kun qilib qoldik. Agar bizning xalqimiz haqiqiy bilim o'qitilmish bolalarimiz degan bo'lsa, bolalarning o'zini shunday taraqqiyotgan, dunyoni so'rayotgan, dunyoning xaritasini chizayotgan shunday davlatniki dağlıq universitetlerine açık durup o'qitgan bo'lsa, o balalarimiz hozirgi vaqtda dunyoda boshqacha bir o'zi Uyg'ur millati, boshqa bir millat bo'lgan bo'ladi. Taqdirimiz bunday bo'lgan bo'ladi. Yana shu 30-yillari, 50-yillari chiqqan Uyg'urlarni shu dinda o'tirib, shu nimada? Arabistonda, Misrda va Turkiyada qilib qoldik. Hatta Amerika aketildisi va ketmaklik. Aşağı böyle o'qitib bolalarımızın o'zini qilayli, millatning g'amini qilgan odam bo'lsin, bu xalqaro bir siyosat bildigan odam bo'lsin, deydiganning o'rniga
bu imandan tiketidi degan bir quruq bir fatvo chiqarib lekin ashadib ketganlik bolalarni shunday o'zi to'q kerak kelmaydigan bir o'qitish orqali o'zini va xalqni aldab yeydigan shunday bir aldamchi qilib tarbiyalab chiqishlik misol. Mana shu mo'lliniki dardida bizniki qancha ming'ilgan o'g'il qizlarimiz hozir mana shu Suriya, Afg'onistonda vayron bo'lib ketdi, o'lib ketdi misol. Qanchaligini ashya turyapti. Vatan qancha ming'ilgan, qancha millionlgan Uyg'ur xalqi shu hozirgi qiyin kunlarda turyapti, qanchalik o'lib ketdi. Shu hammasi nima bo'ldi desa, biz o'zi xalqaro saviyada bir o'qishga yoki bo'lmaydi haqiqiy ilmga ahamiyat bermaganligimizdan bo'layotgan narsa. Mayli Xitoyning shu to'simi ashak berib, shuni o'zini o'qib, xizmat qilishning o'rniga qayerda yo'qolan bir o'zi bir mo'llining oqsiga kirib, o'zi vayron bo'ldi. Mana buning hammasi nima degan vaqtda dunyoga layoqatli inson bo'lolmaganligimizning sababidan biz buniki bu kun qilib qolganligimizning ochiqdan oshkora o'zi dalil isbot degan. Mana shu Bani Isroilga kelgan zulmniki hammasi Bani Isroil ma 40 yil kelgan zulm emas dedi. Necha ming yil burun Fir'avnning qo'lida kelgan zulm ma bizga kelyapgan hozir. Nima uchun degan vaqtda biz shu Bani Isroilning shu vaqtdagi tutgan yo'lni tutganligimiz uchun. Eğer biz hozirgi Yahudilarni yo'lini tutsak degan vaqtda biz mustaqillikni qo'lga ola olamiz. Yahudilar o'zligi shu ota-bobolarniki mag'lub bo'lgan yo'llardan ibrat elib, keyingi vaqtda andagi kuchli davlatniki yerni turgan, iqtisodiy kuchli yerni turgan va ilmning yerni turgan. Hammasi bolalarni yaxshi o'qitgan, uning uchun o'zi yaxshi o'qigan bola deganni pulni topa oladi. Shuning bilan o'zi millat kuchlangan ekan hozir mana bir o'chim Isroilning o'zi 5 patman 2 milliard musulmonni qanqir qaqishdi başada dat pendiyat degizdik mesela. Bunun hammasi nima bo'ldi desa, ilm bilan bo'lgan narsa bu. Biz şu 2000 yıl burunqi, 3000 yıl burunqi İsraillik tatotgan zulmni hozir tatotgan bo'lsak, İsrail şu zulmdan ibrat elib balalarını o'qitib, dunyoga pul tepib, o'z millatini, o'z vatanini qutqizish yo'lida kurash qilganligi uchun u vatanni qurib chiqdi misol. Biz bu degan vaqtda biz hozirgi shu Yahudilarning shu Isroilning tutgan yo'lini tutsak, balalarimizni yaxshi o'qitsak, yaxshi o'z davlatida, xalqarodagi eng yaxshi bilimlarni o'qitsak, biz o'zi qat'iy mustaqil bo'la olamiz. Bo'lmasa biz ashunda o'zi bir qaşa tamakka dua qilib o'tirgan, kech chalpan tamak qilib o'tirgan, ashunda o'qitsak degan vaqtda millat yo'qolib ketishdan boshqa hech qanday narsa yaramaydi. Shuning uchun biz mustaqillik deymiz. Mustaqillikning o'zini deyish bilan vatan mustaqil bo'lib qolmaydi. Vaqtga so'zlaymiz, vaqtga pulimizni beramiz, vaqtga jonimizni beramiz. Har qanday narsamizni aymagan vaqtida shu yo'lda anandan o vatanni mustaqil qila olamiz. Undan bizniki avlodlarimiz boshqa millat bo'lib ketmay, bizniki o'zi qanimizni davomlashtirdi, Uyg'ur degan bir millatni davomlashtira oladi. Agar Uyg'ur millati o'zining borlig'ini davomlashtiraman desa, hozirgi o'zi yo'lini to'g'ri tanlash lozim. Xo'sh. Allah razı olsun. Ait yaxşı sözler verdiler. Şu ben İz romanında çıkan tamның aralarını, tamның asıllarını aşağıda saklaydı bu nümeler Uygur bayla, özün baylaklarını da öz vaxtıda neçə baylağını tutup başlarını öldürüp aşılar yıkan altın, gümüş altınlarına neçə maşinada neçə küller tuşup etkeldikini okuğandım değil mi? Belki sen okuğan buluşturur mümkün. Aşı vaxtıda yani bir mülkka bir koyun eti geçip aşında Stalin'den kurallarını setip öz vaxtıda aşı bizdeki küreş qilgan, jihad qilgan
azatlık üçün, zulümlük üçün güreş qilgan nimalarimiz, ustozlarimiz, şehitlerimiz. Ama baylar anda saqlab qolib, oxir uni şiңisay deb ketaylikda onun uchun. O bir mesele. Agar shuningga qurol setib elib qilgan bo'lsa, bizning tariximiz boshqacha yozilgan bo'ladi. Albatta. Onunki yaqinqi mezgilda vatanda masalan diniy da'vatlar, tablig'lar kuchayib, shuning bilan hatto oxir qanaga keldi desizlar. Bolalarni hukumatning maktabida o'qish yoki kofirning maktabida o'qish harom deb universitet o'qiyotganlar maktabda tashladi. Tashlab ketdi. Hatta biz sözlep herkes taşlamanglar bu ilim fenindeki kafiri Müslüman olmaydı. O bir ömür bizge esqatıdı. Kısas edem lazım. Dep yine kaytırıp mektebige okuşuda kaldı. Kalgan balımı ahırı yine en ahırı kelgence yine taşvit etmişti. Kallısı davalışı için. Aynı böyle. Olanın menisini yollup onu meyle Xitay ya mesela bizden mollalar nima qilgan bo'lsa-mu, ammo lekin nurg'un yosh bolalarning kallasi yuyilib, hatto o'zi qilayotgan ishlarni tashladi, xizmat nimalarni shu yerga Xitoylarga burilishdi, masalan, deganga o'xshashchu. Chiqishlar oldi endi, masalan, neft ishlayotgan bolalar bor, Poskam neft deymiz, Qaramay neft deymiz, yoki Maytaq deymiz. Eng yaxshi yerlarda ularning turmushi bek yaxshi. Aşılarımı hizmetini, namazda başlayan dinkiller, ularımı hizmete taşıdırlar. Hizmete taşılap, kapırık işleşik olmaydı, anlamada da bir nurgu yerine bika kılırlar. Xitoydagi urilishlarni işte yergacha. Evet. Ve tedduayda kıl değil, Mişerdi şu hazırcha. Mişerdi mi şu hükümetin mektubida, devletin mektubida okusa, komandası okudu. Dindin dinden hech qanday nima ololmaydi. O bu deb shu bolalarni bittaga bermagan. Bunda ishlabekchi. Bularning oldiga qanday o'tish kerak edi shu? Mush Turkiyada men bir yerimizde yaşadım. Yaşaş jarayonida nurg'un odamlardan ko'rishgan bo'ldim, tonish bilish bo'lgan bo'ldim. Aşılarning o'zini bolalarni nerede o'qityapsizlar desak, ya Qur'on kursi deydi, hech bo'lmagan vaqtda imom xatibda o'qitdik deydi. İmam xatib degandek bir gap bo'lmasa ham o'qitmaydigan gapdi. O başqa masalan Chinar kollejda nurg'un har xil ism bilan aytaq kollejlar borki, aşındaq kollejlarda aş mollaning bolalari o'qiydi. Mesela aş mektep açkan adamlarning bolalari hech birisi o'zi açkan mektepte o'qimaydi. O aşı pulluq yiliga palanbay $1000'lik o'zi o'qiydi. O bitar g'ayr musafirni apirib, ayda biz o'qityapmiz, o'zi xayr xalq ayolları. Ashta qo'timiz deb, bolalarni beshini aylantirib, pul tepishlik dasmis qilib bolalarning o'zini anda qiladi. Bu millat hala hozirgacha bu o'ziniki yo'lini tep meng'alaydigan bir holat shakllanmaylik. Mayli o'zi mollasi olsun, mollasi zaten millat setib yeyishdan boshqa hech qanday bir ishni qilmoqlik. O ziyolisi bir gap qilmoqchi bo'lsa, molla olgan bir holat shakllanib qoldi hozir vaqtda. O ashu dini to'liq o'rnib, ondan keyin gap qilish kerak. Bundaq mahmuqona ish bo'lamdi. Demek ki bu milletniki qiyinlik sinab ketdiki, bu mushu dinni o'qimasa, u bo'lmaydi. Her qanday ilmni o'qisang, shu dinning ichidagi narsa u. O dinning sirtida bir ilm yo'q. O faqat u yer qo'ygan cheklimi nima degan vaqtda biz ilm degan o'zi bu suhbatda dedi qashini qo'ygan cheklimi nima degan vaqtda har qanday ilmni to'g'ri yo'l ishlatish prinsip bu. Mushu prinsip bo'yicha o to'g'ri yo'l ishlatsang bo'ldi. Qandaq bilimni o'qisang u bo'laverdi. Faqat Qur'onni o'qisang, Qur'onni tarjima qilishni o'qisang, Arabning hikoyalarini, rivoyat hikoyalarini o'qisang, ilm o'qigan bo'lib, boshqa narsa ilm bo'lmamda u. Hozir nurg'un qatim bo'ldi, mushu Xitoyniki nimalar chiqsa, Xitoyniki
cho'ng kichik 7 yoshni 70 yoshgacha hammasi Sunziniki harbiy dastur degan shu narsani o'qiyamish. Xitoylar ashuni o'qiydi ekanda. Bizda yo'qmi u? Yusuf Masajibniki Qutat Qubulkdan bir kitobini o'qisin qani. Davlat qanday boshqurdi, davlat boshliqlari qanday bo'ladi? Hamma narsa shu kitobga yoziqliq. Shu arabning hikoyalarini o'qiganning o'rniga har bir Uyg'ur avlodi uyiga shu Qur'onning yeniga shu Yusuf Masajib bilan shu Mahmud Qashqarniki Turkitullah divonida shu Qutat Qubulkini qo'yib turib, ashuni o'zini o'qib chiqsa, odam o'zi Uyg'ur bo'ladi, ham o'zining do'st dushmani taniydi, ham o'zi milliy madaniyat har narsaning o'zini ashuni bilalaydi. Ham ashuning o'zida davlatni qanday boshqarish bizning ota-bobamiz bizga hech qanday bir narsa qo'yib qo'ymaydi ketgan emas. Do'stimiz, dushmanimizni uch-oshkora to'ntib qo'yib, hatto toshqa yezib ketgan. Ko'pchilikning teshi tamomdi. Tarixdan buyon bizga dushman bo'layotgan Xitoy ekanligini, u Xitoy o'zi jipak raqlarni berib bizni aldaydiganligini, bu aldam xaltasiga buningdan tushmaslik lozimligi to'g'riliq nasihatlar yoziqliq mango toshqa. Mush uchib ketmasin, bemana qog'ozga yozib qo'ysam yo'qolib ketmasin deb o'tirib, toshqa qo'yib turib, abadiy mush meniki o'z avlodlarim buni unutib qolmasin deb o'tirib ashuni yozib qo'ylik. Har bir Uyg'ur avlodining o'zi shu tarixda o'tgan ashunday o'zi bizniki dasturlarimizning o'zini, masalan, Yusuf Masajibning kitobi mana bütün öz askeri sahada olsun, siyaset sahasida olsun, davlat boshqarish sahasida olsun, hamma sohaga yozgan bir kitap. Aş kitapni o'zini o'qisimi ham, aş kitapni o'qigan bo'lsa, o'z vaqtida shu 1000 yildan beri aş kitapni har bir oilada o'qib kelgan bo'lsa, Uyg'ur millati bu kamga hech bir zaman mustamlaka tushib qolgan bo'ladi. O'zimizniki ajdodlar yozib qo'ygan ashunday dasturlarni o'qimasdan Arabning hikoya cho'chaklarini o'zini o'qib, undan bu kun qilib qolamiz. Hatto shuni amal qildim deb bu bichora bu holatda turiblik. Şuna biz her bir ailede şu özümüzün tarihi, hazır ma Nebijat Tursun'daki qancha qism chiqdi ki, Şarq Türkistan umum tarixi degan tarixlar chiqdi. Şarq Türkistan tarixi degan kitoblar va Uyg'urlar degan kitoblar va Uyg'ur nomi degan kitoblar va masalan bizning tariximizga munosabatlik nurg'ulg'an kitoblar va shu kitobni o'qib Uyg'ur degan qanday bir millatga o'ziniki milliy kimlik sohasidagi narsani avlodlarga bildirish lozim. Hazır mavu elifben yazgan adetlik mavu. Bazı vaqt o kadar özü xapılık bilen nim qılgan qaldım da. Elifben nim qıldı, onun müşteşqanniki hikayesini, büyür qo'zni hikayelerini yazıp bu yerda andaki onun özü bazıları mavu Türkiye yazganlarını özü berip o Arapniki Ebu Bekir Umar'ni chiqirib aşağıda aşındaq bir narsani yazdı. Eşlik özənin nasi yo'q mu yerda? Tarixda o'tgan qahramonlarimiz, podshohlarimiz, tarixiy davlatlarimizning ismini yozib o narsaga, o ballariimizni ideyasiga uni singdirgan bir narsa qilmadi edi. O müştəşqanın neymi şu var? Ballarımız 5-6 yaş kirgandan boshlab, o 8, 10, 11 yaş, 15 yaş kirgan aralıqda o Uyg'urlarning hozirgi bu chet-elda ochgan maktablarga boradi. Masalan, Londonda berib kiyordi. 11, 12 yaş, 15 yaşga kirganlik. Onundaki o balı kemmaydi. Şunqachilik o balığa o'zidagi milliy kimlik sohasini o'rgatish kerak. Uyg'ur degan gapini emas, Uyg'ur degan qandaq millat. U qandaq dunyoda madaniyat yaratgan, qandaq davlatlarni qurgan, uning qandaq olimlari, qandaq podshohlari, qandaq qahramonlari bo'lgan. Kech qahramonni so'zladisi berib, Abu Bakr Umarni so'zlash nima ajdi bor? U arab qahramonlari bo'lsa, biz nima aloqasi bor misol? Biz G'enovatirga o'xshash Mudaq o'zi batırlarni nurg'ulgan shu Şarq Türkistan tarixlarida nurg'ulgan batırlar va misol olimlarimiz va shu olimlarning o'zini millatga tunishtirish, avlodlarimizni tunishtirish bu shu hozirgi insonlarning vazifasi. Bu shu elifben tuzgan odamlarimiz zodi bir ashunday narsaga o'chmi bilmaymi? Ashu narsa yo'q misol. Ketmanning paltining suratini chiqarib qo'yib bu yerda bizga Uyg'urcha gap qiladigan odamlar emas, Uyg'ur kallasi, Uyg'ur bo'lgan, Uyg'urni tushungan. Ya'ni men mushundaq bir inson ekanman deb Uyg'ur ideologiyasi o'zlashgan bir inson kerak. Men Uyg'urcha hech qanday bilmasimmi,
zaten o adamın ideologiyası Uygur. Bu kısa o adam Uygurluğunu davamlaştıra alaydı. Hazır kalk Uygur sözlerken nene Xitaylı var? Uygur sözlüsü Uygur olmaydı o. O Uygur'un ideyası Uygur oluş gerek. Onun için bu nerslerde o müşteşkan o hakezanın ne mi gerek var bizge? Ballarınki vakti kız. Mesela bir qancha yıl aşağı bardı. Şu aralıkta özünün milletini, milli medeniyetini, örfü adetini, hemen nersini bilip tam Uygur olup yetişişi lazım. İdeologiya cihette. Bundak bo'lmay turib bu yerda keçti biz Arap hikoyalarini yoki bo'lmaydi u qo'z bilan o'z bo'rini hikoyasini uni o'qib berish orqali bolani qanday uyg'ur qilib oldi. Shuning uchun bu yerdagi bu ilibba tuzaydigan odamlarmi kichkina milliy ruh bilan milliy kimlikka ahamiyat bergan odamlar tuzish lozim. Qayerdagi bolaniki vaqtni olish uchun bu yer quruq cho'chaqni hikoyani tuzib Xitoyniki nemisdek balının vaqtini aldıqan bundaq gaplarni qilmaslik lozim aslında. Xo'sh. Aldı bilen ana şu evlatni dunyoga kelishiga sababchi bo'lgandan keyin uni o'qitamiz degandan keyin ota-onalar oldi bilan o'zlari o'qish kerak, o'zlari bilindik bo'lishi kerak. Her zaman balalarning so'ragan savollariga to'g'ri javoblarni berish kerak. Hem üzünüme bu dinde dini monopollikten kişi petvalam so'rab zade şu kızıl şapka kiysek halal mı haram mı? Onu kısa halal mı haram mı deyden aşında halet kep kılıştın kutuluş için qanday qilish kerak? Aldan Qur'on-i Karimni qo'liga elib o'qish kerak, shundaymi ya? Aldi bilan odam o'zi mustaqil bo'lishi kerak, o'zi tushunadigan, o'zi tafakkur qiladigan, o'zi mustaqil yashay oladigan, hech kishi boshqalarning yordam bilan boshqalarning buni yetib menishiga qarab o'tmay o'zini kuchlantirish kerak-ku. Bu bek muhim. Şoňalyka ben kitap sattım neçe yıl, 2-3 yıl sattım. Aç kitaplarına tuluşsa şu vatandaki ziyalilar, bize komünist, bedeler belki yaratmaydigan maçeteldeki siyasi kitaplar. Aşla gezip koygan kitaplar. Aşlarını sattım. Nurgun yerge, Xitaydan başka hem yerge kitaplarını ivettim de. Kitap okuyduğanlarımı köpeydi. Ama lakin bazı biz özümüz tercüme kılgan kitaplarını iveteli hatta aş kitapı kuşap sizge haksız soğuklı desek bana degenler var şu. Bu dini kitaplarını bizden müşahedeki ustazlar tasdiqlab aman okusumuz bulundu dese onu diye okuyumuz degenler oldu şu. Mesela Avustralya başka yerde şu. Hayran kaldım hem de şu. Sen bir garip devletide ya ki bir demokratik bir devleti yaşaysa, öz aldığın müstakil, individuallıkın güçlük olan, üzen tefekkür kılıp, üzen karar verdiğin nurgun nas, öz iraden koluğa ilişki tegişlik olan yerlerde yaşapma, yine sen kolluktan kurtulanmapsa. Hatta bazılar dedim bu yani şu aşağıda yaşavat kıldığı. Desem ya biz andagamaz. Biz ular tasdiqlab bergen, onu mal okusan bulunduğun kitapni okuyduğun halın kep qağaladı emas diyenler oldu. Onun da kuşal oldum. Lekin köpünçü insanlarını yeniçe monopol kılıyorlar. Meğlise Amerika'da, meğli Tokyo'da, meğli Toronto'da yaşa. Ama sen yeni şuşularını sizi kıdın. Çıkanmakta. Bunlar işler de adam heyran kalır da. Sen London'dan bana bir keksen. Elbette ba. Bu yer bo'lmaydi, bu yer deganda bizga tig'imta turadigan bir odam bo'lmaydi. Düşmanı Xitoy emas, bizga düşmanlik qiladi. Ahmetcan Pida kardeşim, Stars Night yaxshi so'zlab
ifade. Birincisi özümüz müstakil ideyimiz, müstakil imanımız müstakil oluş gerek. Ruhi sağlam buluş, ruhimiz müstakil buluş. Bunundaki muşu müstakil ruh bilen, müstakil iman bilen onundan keyin müstakil devletni kuruş gerek degenge yig'inchoqladi. İman bilen her zaman amelning birga keldiganligi onu ta'kidlab o'tdi. Bizler ilmni taxim ziyada qilg'ay. Aslida vatan millat masalasida biz haqiqatan milliylik bo'lanmagan qavm oldidan milliylikka pishib yetilish bosqichida talon-taroj to'plan urush jidalning ichida xona vayronchilik bilan necha avlod o'tib ketganligini sabab tufaylidan va undan boshqa g'oyibona bir kuchning, masalan, Imom Mahdiyning kelishi qatorliq hikoyalarning ta'siri bilan ustozim qayta ta'kidladi. Musa alayhissalomga o'xshash qavmni qutqizgan bir insonlarning kelishi qatorliq o'zimizdan izlamay kelgusidan rivoyatlardan g'oyibona bir kuchning kelishini texmi ochiq reallik shuki, u ishni o'zimiz qildigan ishni qilpas bo'ldi, etpas bo'ldi, bo'qqas bo'ldi degan shaklda tomoshabin sifati bilan rol olayotganligimizni tarix buni isbotladi. Shu reallik bo'ldi. Mushu taraflar tufaylidan bizda vatan millat hukmi jiq suslab ojizlab ketdi. Nurg'un nimalarga qarasak, qavmlarningki mustaqil hurlikka erishishda shu qavmning yurt oqsoqollari, podshoning nasllari, ya'ni mustaqillikni joriy qildirganlarning qonlarini yo'qotib qo'ymaslik badalidan shularni qo'g'dash orqali, shuning cho'rsiga o'lish orqali u qandaq bir ideal bo'lishidan qat'iy nazar bayatni deb o'tgandek, uning qat'iy ishonish, aqida qilish, e'tiqod qilish va badalini loyiqida berish qatorliq bosqichlarni besib o'tib, o'zining maqsadiga yetganligini biz ko'rdik, ya'ni anglab keldik hozirgacha. Biz o'zimiz kelgan masala, o'zimiz kelgan vaqtimizda buningga haqqa to'n pichib, o'zimiz kursar tikanmagan bobkadek, sepongdek kunimiz bo'lib qoldi. Tarixda o kadar çok meşhur imperiyalarını kurgan, tarihniki devirlerde bölgüç karakterlik adaletlerde berpa kılagan bir ecdatның evlatları bugün insan katarı kögül bulmayan en pes rezil Xitaylarning müstemlikasiga tushib qoldi. Yani açık o kadar reallik, o kadar açık oluşa bakmay bizde mo'l ulmolarimizningki mas'uliyati bek ig'ir. Ularmi shu nurg'un ishlarga bedel to'laganlarningki oldingi saflarda shu iymonning kuchi, islomning nomi bilan qo'zg'atilishi bilan bedellarni berib kelgan bo'lsa-mu, hal qilg'uch yerida vatan millat manfaatini birinchi o'ringa qo'yish, muvaffaqiyat qozonish emas, cennet kiriş arzusununki azdırışı qatorliq sebep tufaylidan biz jangda tutup, shirada tuttirib kelganligimizni ko'rib keldik. Endi tarixni o'zgartirmaymiz, kelgusi biz nima qila olamiz degan masala kelgan chog'da biz boshdan oyog'i shu bo'lib, shu Qur'ondan nazar programmasini boshlashning sabablaridan birisi shu edi. Dunyodagi ilg'or fan texnika, ideologiya, qurum, sistema qatorliqlardan foydalanish bosqichiga qadam bossak, ustozlarning oldida o'rganib olgan ko'ni hujumdagi narsalarni ko'tarib chiqiblar, mavo falonchining, mapistonchining, ma yahudining, mavo g'ayri dinning, buni qilsang dindan chiqsan degan shakldagi fatvolarni ko'rgandan keyin yoqamizni tishlab, agar millatning umid kutadigan olimlardan chiqqan javob bo'ladigan bo'lsa, bu millatga mustaqillik bek uzoqkan deb qattiq umidsizlangan zamonlarda Kerim ustozlardan tanish nasib bo'ldi. Davlat haqidagi bir maqolasi bilan o'zaro sirdoshgan bo'ldik. Barbara Qur'on manbalik din tushunchasi bilan chunqurlashib,
Ahırda programmalarni ilib chiqdik. Millat yana başdan oyoq bizning nima deyotganligimizga diqqat qilmasdan yana shu o'zi agashgan ulamolarningki peshig'i eslab bilib, o'zi izlanishning o'rniga ularning og'zidan chiqqan hukmlar bilan qo'ydek ketayotganligi bizni yana ichindirdi. Bugungi temada iymon e'tiqod uchun vatan millatni, ota-onani urug' tuqqan bor yo'q hammasini qurbon qilish biz uchun eng cho'ng sharaf yoki to'g'ri yo'l mushu deb ko'ndirilgan bu fikrning naqadar xato ekanligini xulosalash mumkin. Aql egalari uchun buning bir chirog'i yoqilgan bo'ldi. Albatta bir programma bilan yoki bir qancha programma bilan asrlardan halqagan bu qo'tirma tushuncha, ideologiya, bu zanjir kishanlarni chaqmoq o kadar oson emas. İzleniş lazım qarindoshlarimiz. Her bir programmada nurg'un yangiliklar o'tirib qo'yaylik. Kerim ustoz yolg'iz Qosimni haqni bayon qilishda men o kadar yuqori saviyada o'qimagan bo'lsam-mu, ammo fikr bayon qilinayotgan vaqtda uzun so'zilgan fikr oralarida ziddiyatlik masalalarning bor yo'qligiga izchil diqqat qilib kelmay. İnson bo'lishimiz bilan o kadar ham mukammal qilolmasakmi, herhalde ko'zimni yumib madem cho'ng bo'lgandan keyin yoki mendan ustiq o'qigan bir odam bo'lgandan keyin o'zining bildiği yeri bordi deydigan tarixdagi tushunchalardan borgan sir qutulib, agar xato deb qaragan bo'lsam, mana bunda mas'ul turdi deydigan bosqichga o'tdikcha shu ishimizga kelgan vaqtlarda. Kerim ustozning o'tirib qo'ygan butun darslarda hozirgacha men ziddiyatni bayqamadim. Her ziddiyat xarakterdagi tushunchalar kallamiz taqalgan vaqtida şu meseleni biz to'g'ri tushunmay o'tib ketib qolganligimizni qayta o'rgangan bo'ldik. Ikkinchi qatim, uchinchi qatim so'rash jarayonlarimizda aslidagi masalaning nima ekanligini borgan sari o'rgandik. Ya'ni ro'shanlashdi. Ya'ni men shuningdan xulosalab oldimki, Qur'ondan nazar programmasi o'tirib qo'yilayotgan boshdan oyoq narsa vatan millat uchun to'g'ri yo'lni tepish, mustaqillik uchun izchil bir ang ideyaga kelish, ümmet, millet, ümmet, din, aqida, mazhab qatorliq eziq turg'uchi omillarning patqiga tushib ketmaslikning nimasini mishada barpo qildi. Shu qarindoshlarimiz agar programmani boshdan oyoq anglasa, o'qisa, ko'rsa, albatta biz tushunganni ularni tushunadi. Çünkü aqlning tushunish iqtidori hammalarga o'xshash. Hayatımda ödep ketgandek, insonlik sifatimizdan hammalar tavoqning kishidek barobarmiz. Faqat tirishish orqali o natijaga erisha olamiz. Ixlosni dedik, izchillikni dedik. Biz demagan narsalar qolmadi deyamaymiz, chunki insonning umri hammaga yetmaydi. Yana jiq nurg'un masalalarni o'tirib qo'yib ilib chiqilganligimiz aqllarga bir ayon masala. Bugün şu 72. sanıga kadar oturup koyulan meselelerde biz için bekçik menbeler yoki bekçik işler içilik. Halis anlarmalardan peşqadam köpni ko'rgan tajribalarning bu din ne kadar oson narsa ekanligini inkos qildi bizga. Bu kadar oson ekan, nima deb murakkablashtirib o'tgan bo'lg'uydi deganlar bo'ldi. Yosh bolalardan nurg'unlarningki özülüp anlap kalmayı başka bir dost birodarlar tavsiye qilganlarini ko'rgan bo'larmiz. Onun haberleri kelyapti. Lekin yanalam shu muzning ustida mangandek bir xil qo'rqinchlar qanday ular. Bu xato desam, buni inkor qilgandek nimam yo'q. To'g'ri desam, o kadar o'qigan insonlarda buning bir imzo atgan yoki bayroq chiqarib, men xato qilib ketganman deydigan bir ixtiro yo'q deb davolg'ish, tangirqash ichida ehtiyot bilan ketyapti. Biz shuni ishonamiz, biz bu programmani qilish orqali hech narsa hech kimdan talab qilmadik. Qur'onda Alloh shunda bayon qilib, sizlardan hech qanday haq talab qilmaydigan, haqiqatni dadil o'ttirib qo'yadigan insonga ergashmang. Kimga ergashsizlar shekildagi ta'kidlar bor. Shu aql egalari bu din aqlning emas, naqlning dini deganga o'xshash bunda quruq qo'qoqlardan atlab o'tib, aqlga tayanmagan narsani
qattiq rad qilishni o'rganish lozim ekan deb men shu programmani orqali shuni nima qildim, tushuncha shaklda o'zimga bir dars qildim. Do'stlarningmi bu dinda dinga mukallaf qilingan insonlar deb o'tadi o'zlarining mollalari. Dinga mukallaf qilingan insonlarning baliq va aql bo'lish sharti bor deyiladi. Dinga kirgan chog'da aqling bo'lishi kerak, kirib bo'lgandan keyin aqlingni tashlab qo'y degan gap burun shunda to'g'ri tuyuladi, bu gap xato ekan. Shunga aqlga tayangan ekan, u aql bizga nima deydi? Buni bir tingshash, hurlikning, mustaqillikning ifodasi bo'lgan balog'at ifodasininki bizda mustaqil tushunchaga ega bo'lishning bir ishki hamda. Shunga shu aqlli bo'lish va mustaqil bo'lish irodasiga ega insonlarning hamon bir kuni cho'gilab kelib Qur'on kelib to'xtaydiganligiga ben imzo bugun keldik demasa har qanday bo'lsa bog'lashib qo'ydiganga men tayyor. Cho'qim keladi bunga. Faqat vaqt masalasi. Shunga biz yana sabr qilamiz. Bugungi temada texmi muhim bir aqllarga ishorat qilgan narsadan birisi nima desa, vatan o kadar dette, xalq o kadar dette, vatan mustamlikda qolgan avval aslida sen nima deb bu bir butunlikdagi narsa insonlarning e'tiqodiga parchalanish xarakterdagi narsani ko'tarib chiqishadi degan do'stlar, agar bugungi temani yaxshi diqqat qilib anglasa, shu programmaning ana markazida biz nimani maqsad qilib chiqqanligimizni tushunib yetalaydi deb o'ylayman. İzlenişke o'rnak qilganlar uchun jip berish to'g'ri, jip kuchi berish to'g'ri kelib qolsa, biz din nomidan qurbon qilinganligimizni bayqaganligimiz uchun Alloh guvoh bo'lsin, o'zimiz aloqa qilgan o'zini millatniki olimiy hisoblanadigan insonlarga shunday nido qilgan edim. Bütün Sharq Turkiston ulamolarining bütün qilmish etmishlari millet üstündeki dinning, Allah'ın haqqilari üstünden bayan qilish bo'libsizlar. Shuni bayan qilib o'tabsizlar bizga. Bundan keyin izlaninglarki, dinda millatning, vatanning qanday haqqilari bor ekan, mushaqdagi izlanishlarni qilib beringlar deb murojaat qilgan edim. Mana bu murojaatimizga Kerim ustozning programmalaridan nurg'un javoblarni oldik. Shunga boshqa qarindoshlarning diqqat qilib qo'yishini men tavsiya qilaman. Bugün programla alakalı benim başka sualım yok. Çünkü sual şahıltıdı yani. Nurg'un narsalarni şahılib qolib qoldi. Çünkü ma tim bek cho'ng tema. Bunun har birisiga kirsak, yana chiqib olmaymiz. Aldığımız fursatlarda yana ayrim temalar orqali yoritiladi. Bek cho'ng ko'ringan binolarni ushshaq qishlardan tutib chiqqandek, biz hal qilmoqchi bo'lgan diniy masalalar, mustaqillik masalalari, vatan millatning, xalqning ozodligi qatorliqlarni shu ushshaq fikrlarning jug'lanmasidan bir butunlikka chiqadi inshaalloh. Shu men gapimni sharda tugitay, biraz uzun so'zlab qoldim. Rahmat, anglab berganim. Chiqqanlar qoldi. Allah razı olsun. Yani ustozning aqliga kelgan narsalar bo'lsa, qo'shimcha qo'shadigan so'zlar bo'lsa, millet dini bilen bizning mustaqillik harakatimizning o'zini bir-biridan zid tushunishi nihoyat xato. Bir qism mollachaqlar degandek din undaq narsa emas. Her millatniki o'ziniki ishini o'zi qilishga boradigan va boshqa yerdan dushman izlashni to'sadigan bundaq bir din. Shuning uchun bu haqiqiy dinni o'rganish insonni vatanparvarlikdan, millat suyishdan to'sish emas, texmi shu ishga targ'ib qilgan bir narsa ekanligini bilib olish lozim. Biz mustaqil nima? Biz haqiqiy bir Qur'on tasvirlagan musulmon bo'lsak, hech bir zaman millatimizni, vatanimizni so'ymaydigan inson bo'lib qolmaymiz. Texmi o'zi vatan, millat uchun kurash qilgan inson bo'la olamiz yani. Chunki Qur'on ve Kur'an'ı yetkizgen, Allah'ın kitaplarını yetkizgen bütün peygamberler bayağı diğer okşaş iki xil müstakillik için köreş kılgan. Birisi insaniyetinin ruhi müstakilliği, ruhi azatlığı için köreş kılgan bolsa, ikincisi o insanların hak hukuk
manfaatining mustaqilligi uchun kurash qilgan misol. Shuning uchun bu yerda mustaqillik nima? Iymon, e'tiqod mustaqillik uchun kerakli bir narsa, aslo o'zi zid bir narsa emas. Yani. Allah razı olsun, rahmet. İman, e'tiqod pek muhim. Her qanday bir insan bir işte muvaffaqiyat qazanaman desa cho'qim e'tiqod bo'lishi kerak deb. Menda dinga ishonmaydigan vaqtda hatto Dalikarning kitoblari bor, inson tabiatidagi ortiqchilik va ojizlik deb shuningdami zodi e'tiqodning bek muhim ekanligini degan, keyin to'g'ri yo'lni islom dinini topgandan keyin iymonninki bek muhim ekanligini o'rgandik, ammo keyin ma'lum yillarga kelgan chog'da vatan uchun kurash qilsang, millat uchun kurash qilsang, cehennemge uçmaya girip gitse degan ideyalarning ta'siriga uchirdik. Onu deyish deb o'taylik. Şunu yoshlar ko'p Qur'onni ko'p o'qish kerak, doim o'rganishi kerak. Boshqalarninki xato yo'lga boshlab ketishidan o'zini to'sash kerak. Buning uchun bilim lozim. Ustozlarning yurtib berganiga rahmat. Eng muhimisi öz aldımızga Kur'an-ı Kerim'ni kolumuzga elip baştan ayak okup çıksak bizni her iki müstakillik apırdı. Allah razı olsun, rahmet silige. Davada kaderli kırındaşlar bugünkü 72. dersimizde iman, itikat ve müstakillik doğruluk mezmun sözlenip öttü. 73. ders timi bağımıya konması ki ilan kılamdık. Ki e'lon qilamiz. Meylan davası. Davuz kaderli kırındaşlar bugünkü Kur'an'dan nazar 72. san program bir şeyde tamam oldu. Allah'ın özüge amanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.